Assalomu alaykum do'stlar, Makler kanali obunachilari. Bugungi obzorimizda yer maydoni 40 sotikka teng bo'lgan, qurilish tugallanmagan hovli joy bo'ladi. Ko'rib turganingiz ana shu joy. Mana ko'chalari shpes tashalgan, oldindan yerlari bor, orqasida endi bog'larni umuman aytmasam bo'ladi. Bog'lar вообще dahshat pishchilik bo'lib turibdi hozir. Birin-birin obzor qilib, tanishtirib chiqaman. Bu ko'cha tarafi bo'ladi. Ko'cha tarafi. Salonda suv bor. Yaptığın yaranda sudan hech qanday muammo yo'q. Yerlar ham yaxshi hasildor bo'ladi. Tarafimiz bilan katta joy solingan. Oldinda yerlari bor. Ko'cha tarafga qarab, chiroyli etib naves sig'allar va uzunasini. Ma'lumot o'rnida aytib ketaman, bu joyimiz toza solingan, 2017-yilda solingan. Ko'na joy emas. Mana shundan naves qilingan. Kirishimiz mana shunda keng pajani xod bo'ladi. Pajani xod. Bu yoqda bir dona katta ayvoni bor. Zo'r solingan joylar keng etib, baland etib solingan katta bir ayvoncha bo'ladi bu yer. Ayvonchaning ichida mana bir dona katta spalniy ham bor. Spalniy. Bu tarafimiz garaj taraf bo'ladi. Bir katta bir xona. Kirganda chap qo'limizda joylashgan. Oynalari bor, qapchalar qarab. Ağaçlarına e'tibor berasizlar. Ağaçlari yaxshi qilib, standart bir xil ağaçdan bostirilgan. Bu yerimizde katta yana bir mehmonxonasi bo'ladi. Bu yerda mana shunday katta mehmonxona mana. Xonalari keng, baland etib, yaxshi etib solingan. Loydan solingan joyimiz, paxsa loydan. Orqaga chiqish bo'ladi bu. Orqaga chiqqanimizda mana shunday keng. Bog'ini ko'rib turibsizlar mana do'stlar. Bağlar vapşı gap bo'lishimi, meyveler tөгilib yotdi mana. Olib chiqib satsangiz ham biroz pul bo'ladi. Tak, endi uyimizning garaj tarafına kelsak. Mana. Bemalol 4-5 mashin siyalı. Ko'rib turganingizdek dim ketdi. Bu yerimizde mana yana aytib o'tgan ayvoncha bo'ladi. Bu tarafı ko'cha tarafdan kirish eshigi bor. Eng muhimi bog'cha yaqin, maktab yaqin. Suv, svet, Wi-Fi'dan hech qanday muammo yo'q. Yer maydonini endi ko'rsataman bo'lsam. Mana şu qarriqdan chegara bo'ladi. 40 sotik oz yer emas do'stlar, 40 sotik. Bemalol dehqonchilik qilaman, yo'qsa chorvachilik qilaman, mol boqaman degan odamlarga ham zo'r. Mana shu tarafga katta bir molxona solib olasiz. Bemalol mol boqib, qo'y boqib, o'zingizning chorvachilig'ingizni ishlasangiz bo'ladi. Bog'lar bilan tanishtiraman. Yerlar ham yaxshi. Mana meyveleri qarang mı? 5 parmaklar acayip. Hammasi olma. Bu ana shu yomurtqacha chegarasi bo'ladi. Ko'rib turganingizdek acayip. Boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Bu taraf ham ko'cha bo'ladi, uglovoyda joylashgan. Bu taraf ham ko'cha. Uglovoyda joylashgan bo'ladi. Gaz ham bor mana, gaz suvi o'tib turibdi, lekin gaz past deydi, yaxshi emas deydi. Bog'cha maktab yaqin. 63-maktab mana bir adım. Yaptım bu oyunda joylashgan bo'ladi. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Ashirtomda. Birinchi sentrning orqa tarafi Ashirtomda bo'ladi. Narxini kelsak, narxi 350 million so'm. Kelishlarni qaytiladi, poyg'asi bor, qatib qolgan narx emas. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Nima deb qo'ytana o'qa. Abdulla Qahhor 72 ni to'g'risida. Ashirtom desak ko'pchilik tushunadi. Bu videoni ana shunday qishloq yerdan yer maydoni katta joy qarab turgan tanish bilishlarga tashlaversanglar bo'ladi. Pol patolonni ishib kirib olsanglar, ajoyib joy, planlar ham yaxshi. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.